Bizning bosuv ishlari kompleksda olib borildi. Sheshu bilan birlikda shu o'rg'uchi ishlarida davom etadi. Bizning Kilva o'lchasida bu kunda ish barisi kombayni, bir Nihon kombayni ishlarida. Boshida o'zimizning yigitlar. Endi kombaynga nagruzaga kelganda, bir kombaynga 420 gektar yer to'g'ri keladi. Sotuv uchun deb xo'jalikning oqsha kirimi yog'in yaxshi tuv sababi bilan o'qimlar shashib qoldi. Borada birinchi yilingda ham shulay 100 gektarda rap shashdik. Sen xo'jalikning ketgan brigadasida barda 150 gektarda turgan shashilashagida. Mana o kunda bu suytalar çeşitli için 540 gektarda hazırlandı bugün. Eser 900 gektarda seçiler, şunun 242 hektara var suytalar. Son gektarda biz dikkat burası seçilecektir. Son 113 gektarda kızılgıda seçilecek. Seçici kompleksinde agriyatında indi. Burada başta 6 kişi sınıf koyuyor. Onda indi загрузчик машинасы бар, шулай ук остановка чыга турган машина, трактор бар, һәм чечек бар.